mansabingni unutsang mayliga unut, martabangni unutsang mayliga unut. Agar sen unutsang ona tilini, zaharga aylansin ona bergan sut. Salom ehtiromot aziz vatandoshlar. Yana bizning salom sizlarga taqdim. Yana bir chiroq qo'yi, yana chiroq barqi projektlarni ma'rifa qilamiz. Xizmatlaringizga keling navxona. Boks qilaman. Ko'rasiz, bu bor. Bu chiroq barqimizda 4 dona botirisi bor. Xo'p. Bu ham kibali. Bu ham shuni bandaki va mana bu ham bir chiroq ekan, shunga izofa bilan hammasini sizlarga men ma'rifa qilaman va bu ham bir chiroq barki, shuni ichiga izofa sizlarga men mana o'chaman. Xo'p, keling avval mana bu raqamli botisini tashlaysizlar. Xo'p. 4 dona botirisi bor, 4 dona botirisini ham 32 ming qudrati bor. 32 ming, yana bir power bank 30 mingdan ko'ra buni qudrati ko'p. Mana shu shakl bastabanli bo'ladi inoqalar. Endi mana bu part olasiz. Mana bunday qilib tashlab olib yurasiz. Xo'p, tasmasi. Va degan buni ichiga bir chiroq qo'y degasi bor, mayda chiroq bor. Bu chiroq qo'yning 2 raqam yonishi bor va bir holati degasi borki, buradan ochilasiz. Pandaki va joniga. Pandaki va joniga. Masalan, siz sigaret tutatasiz. Buni pandaki va joniga. Shu chiroq ham shuning ichiga. Va degan siz undan bajoyi choshlar istifoda qilasiz telefoningizga. Masalan, telefonga chosh beraman desangiz, telefonga chosh beradi. Shu telefondan 6 dona telefonni ish to'ldiradi. Mana shu chiroqqa Ormas Technology Ulusvoli Darzov viloyati Javjon adresi. Irsol va tamoman nuqota Afg'oniston Royagon. Faqat irsoli Royagon har bir kishiga kerak bo'lsa, Ormas Technology xizmatlariga boradi. Bu chiroqqani aziz cho'ponlarga peshnod, aziz chavkidorlarga peshnod va aziz shikorchilarga peshnod va aziz saraydorlarga uni peshnod qilamizki, bundan istifoda qilishlari uchun Ormas Technologyga murojaat qilsin. Bizning xizmatlarga Irsolam Royagon va Sartosar Afg'oniston. Ya'ni tamom nuqota Afg'oniston. Ulusvoli bo'lsin, qariya bo'lsin, faqat mana shu shumarangiz shuni tagiga yoziladi, tamosh olinglar. Aziz vatandoshlar, projektorda yoqtisini ko'rasizlar. Basta bozorda yoqti qiladi. Xo'p. Bu ya'ni projektor qo'lpaykarki, shu pullar masalan bir mapilga istifoda qilsanglar bo'ladi. Va uzog'ini yoqtisini. Ko'ralasizlar 1000 metr o'sha yerga shu pullar bildirib o'tiribdi. Fumoz ko'rinadi. Mana shu guruh sizga Pex 15 roz chosh beradi. Agar barqingiz bo'lmasa 15 roz, masalan bir o'toqqa yo bir dashkasiz yo bir xaymagasiz 15 roz shu guruh bilan siz istifoda qilasiz. Beduni chosh. Agar barqni o'zini choshini istifoda qilaman desangiz, masrafi ko'psaroq 1 roz sizga vaqt chosh beradi.